Abdujelil Turan. Abdujelil Turan 1958 yılı 4. ayının 18. günü Xotan şehrinde ma'rifatparvar o'luma oilasida dunyoga kelgan. Bu Xitoylar vatanimizni ishg'ol qilib, har turlik nomlar bilan xalqimizga moddiy va ma'naviy jihatlardan og'ir zulm selayotgan Uyg'ur madaniyati, urf-odati va diniy faoliyatlarini cheklash bilan birga tarixdan buyon xalq orasida saqlanib qolgan turlik diniy, tarixiy va adabiy asarlarni ko'ydirib tashlayotgan intayin zulmatli yillar bo'lib, Uyg'urlarning her soha sarxil kishilarni har turlik bahonalar bilan mol-mulklarini musodara qilish, surgun qilish, qamoqqa elish, hatto o'limga hukm qilish odatdagidek ishga aylanib qolgan bo'lib, hech bir kishi xotirjam bir kechini o'tkazolmaydi. Bizning o'smirlik yoshlik davrlarimiz 60-yillarning oxiriga qadar kichik bolalik davrini hisoblasak, 70-yillardan 83-yili tunji qatim chet elga chiqqan qadar bo'lgan bu 15 yilga yaqin bir davrda o'qish, ishlash va tijorat qilish bilan o'tgan. Abdujelil Turanning bolalik va o'smirlik davri ana shundoq qabohatlik va zulmatlik yillarga to'g'ri kelgachga boshlang'ich maktab 2-yilligidan keyin o'qishdan to'xtab qolgan bo'lsa-mu, dadasi Muhammad Abdullah Mahsum Hojim her türlük imkoniyatlardan foydalanib, o'g'li Abdujelilning Uyg'urcha imlosini chiroyli chiqarish bilan birga Qur'on savodini chiqargan hamda Chag'ataycha diniy va adabiy asarlarni o'qib tushunoladigan saviyaga yetkazgan. Abdujelil kichkidan boshlabla intayin kitobxumar bo'lib, topolg'anli kitob va jurnallarni o'qib tugatmaguncha bo'ldi qilmaydi. 1974-yilidan 1983-yili chet elga hijrat qilg'uchi bo'lgan oraliqda ilgari keyin dadasi Muhammad Abdullah Mahsum Hojim, Shamsiddin Qori Hojim, Abdullah Qori Damullam, Muhammad Ali Axun Xalpitim qatorliq o'limalarda o'qigan. 1980-1981 yillari Uyg'ur Abdunum rayonluq ijtimoiy fanlar akademiyasi tarafidan Uyg'ur tiliga tarjima qilish planlangan İmam G'azalining Ihyoul Ulumuddin va İmam Rabbanining Maktubat nomli kitobini tarjima qilish ishi Uyg'ur olimi Muhammad Salih Damullam tarafidan Xotanning ayni zamondagi eng mashhur o'limalaridan biri bo'lgan marhum Abdullah Qori Damullamga topshirilgan bo'lib, kitobni Damullam tarjima qilish jarayonida yosh Abdujelil kotiblik qilib bergan. 1983-yili 7-ayda rahmatlik marhum dadam bilan haj niyati bilan o'tan ayrılıb Pakistonga kelib, Pakistandan Saudiya Arabistonga berib, Saudiya Arabistonda hajdan keyin yil oxirigacha turib qoldik. 13-oylarda Turkiyaga kelib, Turkiyada 5 oy Ankara, İstanbul'dan ziyorat qildik. Undan keyin Pokistonga 5-6 oy turib qolib, 84-yil 13-oyda Pakistan'dan o'qish niyati bilan 10 sabdishimiz bilan dadamning yetakchilik davraligida Misr Arab Cumhuriyetining poytaxti Qohiraga bordik. Azhar universitetida 2,5 yil o'qigandan keyin 1987-yili 4-oyda Turkiyaga qaytib kelgan. 1983-yili 7-oylarda oilasi bilan birga Pokiston orqali haj qilish uchun Saudiya Arabistonga kelgan. Haj faoliyatlarini tamomlab bo'lib, yil oxirigacha Makka va Madina shahrida turib qolgan. Bu jarayonda 1930-yillardan boshlab vatandan qochib chiqib, Saudiya Arabistonda istiqomat qilayotgan Muhammad Amin Islomiy, Muhammad Sabit Damullam, Ustoz Muhammad Qosim Damullam qatorliq vatanimizda inqilobga qatnashgan nurg'unlagan kishilarning suhbatida bo'lgan. 1983-yili 12-oyda Turkiyaga berib, Anqara va Istanbulda 2 oydek turgandan keyin Pokistonga kelib, yil oxirigacha turgan. 1984-yili 12-oyda Sharqiy Turkistonning har qaysi shaharlardan kelgan 10 bola bilan birga Misr Arab Cumhuriyetining poytaxti Qohira shahriga berib,
Azhar universitetiga o'qishga kirgan. 1987 yili 4 ayning 9 kuni Turkiyaga kelib yerleşgan. 1989 yilining oxirida Turkiya Cumhuriyeti fuqarosi bo'lgandan boshlab tijorat qilish maqsadi bilan 1992 yili 7 ayning 31 kuni Xitoy hukumati Urumchida bir hafta atrofida qamab, nurg'unlagan qiyin qistoqlardan keyin 2,5 yillik muddatlik chegaradan kirmaslik sharti bilan chegaradan qo'g'lab chiqarganga qadar vatanga berib kelib turgan. Bu jarayonda Beyjingdagi professor, atoqli tilshunos Hamid Tömür, Urumchidagi atoqli Uyg'ur olimlaridan Hoji Yaqub, Emin Tursun qatorliq kishilar bilan ko'rishib, Turkiyada Sharqiy Turkiston va Uyg'urlar haqida nashr qilingan tarixiy, ilmiy asarlarni elib berib, ularga sovg'a qilgan. Her qitim Türkiye'ye qaytishida Urumchi va Beyjingda nashr qilingan Uyg'urlarga oid tarixiy, adabiy kitob jurnallarni elib kelgan. Degandek 1987 yili 4 oyda o'qishni to'xtatib Turkiyaga kelgandan keyin Turkiyada shu vaqtida Sharq Turkistonga tamsil qilib, Sharq Turkiston davosi bilan shug'ullanayotgan Sharq Turkiston vaqfi ekan. Onunğa mərhum general Muhammed Rıza Paşa degan kishi rahbarlik qildi ekan. İsa Efendim gerçi qarab 90 yaşını aşqan bolsunmu, yani davamlıq şu Sharq Turkiston meselesi bilan bo'ldi ekan, shunga ko'ngil bo'ldi ekan, da'vo qildi ekan. Biz Turkiyaga kelgandan keyin bular bilan ko'rishib, tunishib, bularning faoliyatiga aktiv qatnashib keldim. 1992 yili 10 aylarda ticaret işi bilen Qozog'istonga barmoqchi bo'lganda Sharqiy Turkiston vaqfisi tarafidan 1992 yili 12 ayning 12 kuni İstanbulda o'tkazilmoqchi bo'lgan tunji qitimliq xalqaro Sharqiy Turkiston milliy qurultiyiga Qozog'istonda vatan davosi va siyosiy faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan Abdurauf Mahsum, Yusuf Muxlisi, Ashir Vahid, Qahramon Xo'jambardi, Yo'ldosh Azamatov, Ziya Samadi, Dolqun Yasin qatorliq kishilarning taklifnomasini olg'ach berishni havola qilgan. Bu munosabat bilan ular bilan tanishib, Qozog'istonda qisqagina turish jarayonida Cumhuriyetimizning bu tirik shohidlarining nurg'un qitim suhbatida bo'lgan. 92 yili 12 ayninki 12, 13, 14 kunlari dünyanın her qaysı joylarida shu Sharq Turkiston davası bilan mashg'ul bo'layotgan peshqadam zotlar qatnashdi. Saudiya Arabiston, Amerika, Yevropaning har qaysi ellaridan, Avstraliyadan degandek bu qurultay yaxshi o'tdi. 1992 yili 12 ayning 12 kunidan 14 kunigacha Sharqiy Turkiston vaqfisi tarafidan o'tkazilgan tunji qitimliq xalqaro Sharqiy Turkiston milliy qurultiyi Turkiya, Saudiya Arabiston, Amerika, Avstraliya, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq ellardan kelgan nurg'unlagan Sharqiy Turkistonliklarning qatnashishi bilan İstanbulda dağdug'uluq va jushqun kayfiyatda o'tkazilgan va Yevropaning har qaysi ellarida izchil Sharqiy Turkiston davosi bilan shug'ullanib kelayotgan yosh va peshqadam arboblar kelib qatnashdi. Mazkur qurultayning turtkisi va ilhomi bilan 1993 yil bahorda İstanbul'daki bir qism Sharqiy Turkistonlik yoshlar Uyg'ur tilida oylik Sharqiy Turkiston yoshlari nomida gazet chiqarishni qaror qilishgan. Muhammadjon Qashqari gazet mas'uli, Abdujelil Turan gazetning bosh muharriri, Farhod Muhammadi, Muhammad To'xti, Asqar qatorliqlar gazet idora hay'ati bo'lgan. 1993 yili 6 ayda Sharqiy Turkiston yoshlari gazetining tunji sonini chiqarib, İstanbulda dağdug'uluq gazet tarqitish murosimi o'tkazgan. Bu murosimda muhojiratdagi Uyg'urlarning siyosiy lideri İsa Yusuf Aliptekin, mashhur ssenarist Muhammad Amin Hazrat, professor Sultan Muhammad Qashqari qatorliq kishilar tabrik so'zi qilib, gazetga yuqori baho bergan va rahmat aytgan. Bu gazet Turkiyadagi Uyg'urlarga tarqatilganning sirtida Yevropa, Amerika, Saudiya Arabiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Avstraliya qatorliq ellarga
hattoki Xitoyning ichkiri o'lkalaridagi notanish adreslarga pochtadan avatilgan. Sharqiy Turkiston yoshlari qurultiyi qurilgandan keyin mazkur gazet fasllik jurnalga o'zgartirilib, Sharqiy Turkiston yoshlari qurultiyining organ jurnali bo'lib qolgan. Abdujelil Turan 1995 yilidan 2000 yilgacha shaxsiy nomida kitob nashr qilib tarqitib kelgan bo'lsa, 2000 yildan boshlab Teklimakan Uyg'ur nashriyati nomida kitob nashr qilish va tarqitish ishlari bilan shug'ullanyotdi. Abdujelil Turan tinimsiz o'zligidan o'g'inish bilan birga imkoniyatining yor berishicha vatan uchun har sohada izchil xizmat qilib kelyotdi. Yig'inchoqlab aytganda, uning xizmati tövandikidek bir qancha tarafdan ifodalanadi. Birinchi, ilmiy jihatda. Birinchi, vatanda nashr qilinish imkoniyati yo'q islom dini va Uyg'ur tarixiga oid bir qism kitoblarni nashr qilib, muhojiratdagi xalqimizga tarqitishdan sirt har xil yo'llar bilan vatanga kirgizib, xalqimizning diniy va tarixiy asarlarga bo'lgan ehtiyojini kichikkina bo'lsa qondirishga tirishgan. Masalan, islom diniga oid asarlardan Muhammad alayhissalomning harakat mizoni, musulmon ayolning obrazi, Saffatut tafasir, Zilalil Qur'ondagi durdonalar qatorliqlar. Tarixga oid asarlardan Uyg'urlarning siyosiy tarixi, tarixi hamidiy qatorliqlar. Ikkinchi, muhojiratdagi yozuvchilarimizning har xil janrdagi asarlarini nashr qilib, xalqimizga yetkazishda vositalik rol o'ynagan. Masalan, Sharqiy Turkistonning qisqacha tarix jug'rafiyasi, Uyg'ur qatli-ami qatorliqlar. Uchinchi, vatanimizda nashr qilingan, hozirmi qimmati bor deb qaralgan bir qism asarlarni ko'paytib tarqatgan. Masalan, iz, baldur uyg'ongan odam, Onyurt qatorliqlar. To'rtinchi, vatanimizda nashr qilinibla Xitoy hukumati tarafidan tarqatilish cheklangan bir qism kitoblarni bostirib tarqatgan. Masalan, Uyg'urlar, onlarning qisqacha tarixi, Turkiston davlati xomxiyolining barbod bo'lishi qatorliqlar. 5. Muhojiratdagi yosh o'smirlarning navbatdagi jiddiy ehtiyojini nazarda tutib, bir qism o'qishliqlarni tuzib, nashr qilib tarqatgan. Masalan, Sharqiy Turkistonning qisqacha tarixi, Uyg'urda islomiyat, adabiyot qatorliqlar. 6. Nurg'un ko'ch va iqtisod ketadigan zo'r hajmlik asar, ya'ni 8 tomliq Uyg'ur ensiklopediyasini o'zi yolg'iz tuzib chiqib, 2024-yili 4-oyda nashr qilib, xalqimiz huzuriga sungan. 7. 1993-yildan boshlab bir qism gazet jurnallarga maqola yozganning sirtida o'z oldiga Sharqiy Turkiston musulmonlari nomli jurnal chiqargan. 8. Vatanimizda nashr qilinib tarqatilgan yuzlagan kitoblarni bir umr har xil yo'llar bilan yig'ib saqlagan bo'lib, ularning bir qismini qayta ko'paytib tarqatgan bo'lsa, xili bir qismini rasmga elib, muhojiratdagi Uyg'urlarning har qaysi turbatlariga qo'yib, dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimizning foydalanishiga sungan. 9. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan olim va mutaxassislarni har xil foydalanish materiallari bilan xolis ta'minlab kelyotdi. Xitoy hukumati 2017-yildan boshlab Uyg'urlar va Uyg'ur madaniyatini har turli bostirish, yo'qotish va qirg'in qilish bilan Uyg'urlarning 40 yillik axborot nashriyatchiligi vayron bo'lish va yo'qolish girdobiga berib qolgan paytda Abdujelil Turanning yuqorqidek xizmati va tirishchanligi natijasida xili bir qism asarlarimiz saqlanib qoldi. 2. Siyosiy jihatda Abdujelil Turan yuqorqidek ilmiy xizmatlarni qilish bilan birga dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilot, vaqfa va derneklarning faoliyatlariga aktiv qatnashish bilan birga tashkilot, vaqfa va derneklarda muhim vazifalarni olgan. Masalan, 1998-yili 12-oyda Anqarada o'tkazilgan tunji navbatlik Sharqiy Turkiston yoshlar qurultiyining diniy ishlar mas'uli.
1999 yili İstanbuldagi Sharqiy Turkiston vaqfisi tadqiqot markazining raisi. 2001 yili Estoniyada o'tkazilgan Sharqiy Turkiston yoshlari qurultiyining taftish a'zosi. 2006 yili Germaniyada o'tkazilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyida qurultayning nashriyot va tashviqot bo'limi raisi. 2009 yili Amerikada o'tkazilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining nashriyot bo'limi raisi. 2010-2015 yillari İstanbuldagi Sharqiy Turkiston vaqfisining bosh kotibi, muavin raisi. 2017 yili Fransiyada o'tkazilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining fond raisi. 2021 yili Chexiyada o'tkazilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining nashriyot bo'limi raisi. 2024 yili 10 oyda Bosniyada o'tkazilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining 8 navbatlik qurultiyida diniy ishlar raisi qatorliq vazifalarda bo'lgan.